Iymon Abdukarim Mirzayev bilan hamkorlikda taqdim etadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Bizga yomonlikka yomonlik bilan javob berma. Qarshingdagi zolim bo'lsa, sen ham zolim bo'lasanmi? U yomon bo'lsa, sen ham yomon bo'lasanmi? Kabi kichkinaligimizdan ota-onalarimiz, ustozlarimiz bunday bir nima qilishga harakat qilishadi. Yomonlikka yomonlik bilan javob bergan bir baraka topmaydi degan bir nima. Ammo bu yomonlik qilingan odam nuqtai nazaridan u tarafdan turib qaraydigan bo'lsak, unchalik ham adolatli bir fikrdek tuyulmaydi. Masalan, sizga bir adolatsizlik qilindi, yomonlik qilindi va sizga biri bu gapni aytganda nimani his qilasiz? To'g'ri aytyapsiz. Unga javob bermasligim kerak deysizmi? Bu nima, qanday tuyuladi? Bu bir ojizlikdek tuyuladi. Yomonlik qarshisida bir taslim bo'lgandek tuyuladi. Yana bo'yin egish de tuyuladi. Zulmga, ezilishga rozi bo'lishday tuyuladi. Mana shu yerda ozgina mulohaza qilamiz. Bu rostdan ham bo'yin egishmi? Hozir aytganimiz holat. Yoki bu yerda aksincha bo'lgan nimadir bormi? Tamoman masalan insoniyat tarixidagi eng radikal, eng jasur, eng faol pozitsiya deb qarashimiz mumkinmi buni? Yomonlikka qarshi javob bermaslik. Hamma javob bera oladi. Hamma qarshilik beradi. Bir mush urganga ikki mush urish mumkin. Tepkilash mumkin. Bitta yomonlikka 10 ta yomonlik qaytarish mumkin. Ammo uni qilmaslik menimcha bu bir jasorat, bir kuch talab qiladigan bir pozitsiyadir. Buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Kimdir bir tarsaki tushirdi, nima qilasiz? Hamma javob qaytaradi. U sizni uradi, siz uni urasiz. U keyin sizni qattiqroq uradi. Siz battarroq urasiz. Keyin nima bo'ladi? Keyin qon, keyin o'lim, intiqom, qasos. Uning o'g'li kichkinaligimizda bo'lardi-ku. Urug'lar bir-biri bilan urushardi. Bizda ham bo'lgan qadimda. Uning o'g'li sizni o'g'lingizga, sizning nabiralaringiz uning nabiralariga. Balqonlarga qarang. Yaqin Sharqqa qarang. Kavkazdagi ayrim holatlar. Ya'ni 100 yillik qonli da'volar, to'qnashuvlar. O'shaning uchun bir zo'ravonlik mutlaqo boshqa zo'ravonlikni nima qiladi? Tug'diradi. Bir kuch boshqa kuchni paydo qiladi. Bu har doim shunday bo'lgan, istisnosiz, xatolarsiz davom etaveradi. Ammo ikkinchi tanlov haqida gapirmoqchimiz bugun. Eslatmoqchimiz to'g'riroq. Ya'ni qochdingiz deylik. Bir xavf keldi, qochdingiz. Qo'rquv, endi his qiladigan narsalarimizda zaiflik, ichidan yemirilish, kichrayish va buni har doim, har lahza o'zingizga ovozli, ovozsiz, ya'ni eslatish, bu orqali o'ziga bo'lgan hurmatni yo'qotish va bu tarsakini
bir umr qayta va qayta yashash, har tunda sizni qayta tarsaklashadi, kaltaklashadi. Nima uchun? Qochganingiz uchun. Javob qila olmaganingiz uchun hech o'zingizni kechirmaysiz. U jangni 1000 marta yashaysiz. Qaniydi qaytarsamidi, unday qilsamidi, bunday qilsamidi, unday dedi, bunday desam edi, kabi, unday yo'l tutishdi. Men bunday yo'l tutsaydim, biz bunday yo'l tutsaydik kabi har kuni qaytadan yashaladi. Bu ham yechim emas. Demak, qochish ham yechim emas. Javob qilish ham yechim emas. Uchinchi yo'l bormi? Uchinchi yo'lni avval aytdik. To'xtash. Javob qaytarmaslik. Ammo qochmaslik ham. Javob qaytarmaysiz, ammo qochmaysiz ham. Qarshingizdagining ko'zlariga tik qara olish jasorat. Va sassiz, ovozsiz men bu o'yinni o'ynamayman deyish. Men seni bu o'yinlaringga kelmayman. Sen meni o'ynaydigan odam emassan. Sen meni o'ynatolmaysan. Men sening qo'g'irchog'ing emasman. Ovozsiz, jim va jiddiy. Bu nuqta juda ham muhim. Bir inson o'laroq, bir xalq o'laroq. Zanjirni uzish mana shu bo'ladi. Bitta film bor edi. Ko'rgansiz. Desmond Doss hikoyasi. Bu ikkinchi jahon urushi paytida sodir bo'lgan bir voqeani hikoya qiladi. Ya'ni u qahramon ikkinchi jahon urushida qurol ushlashni rad etadi. Qurol olmayman qo'limga deydi. Hamma uni nimaga chiqaradi? Qo'rqoq deydi. Ustidan kuladi. Erkakmisan, qo'lingga qurolingni. Keyin nima bo'ladi? Okinavada qurolsiz 75 yarador askarni bir o'zi qutqaradi. Dushmanni o'qlarini ostida, olovni ostida butun tun bo'yi ichidan aytadi: Xudo, ey Xudo, yana bittasini qutqarishimga nima qilgin? Menga kuch bergin. Yana bittasini qutqaray. Bu zaiflikmi? Uni zaif deyishuvdi, uni qo'rqoq deyishuvdi, qurol olishni istamagani uchun. Yo. Bu zo'ravonlikka qo'l uzatmasdan ko'rsatilgan bir jasoratdir. Zo'ravonlik yo'lidan emas, boshqa bir yo'ldan ko'rsatilgan jasoratdir. Va bu eng qiyin jasorat yo'lidir. Hamma qila olmaydi. Lev Tolstoyni hayotini o'rgansak, yoshligida askarga ketganini, Kavkazda jang qilganini, Sevastopolda jang qilganini ko'ramiz. Qon ko'radi, qon to'kadi va bir kuni to'xtadi. Bunday davom etilmaydi. Tabii ilohiy kitoblar ham uni bunday qarorlariga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Yomonlikka yomonlik bilan javob berma. Qonga qon bilan javob berma kabi. Gandhi u ham Tolstoyni o'qigandi. Hatto ikkalasi o'rtasida nima bo'lgan? Xatlar yozishgan o'zaro. Keyin nima bo'ldi? Bir siqim tuz, bitta yurish, bitta imperiyaning qulashi
zo'ravonliksiz qarshilik, bir ozodlikning qo'lga kirishi, urmasdan, mush ko'tarmasdan g'alaba qozonish, o'ldirmasdan, qon to'kmasdan yengish. Martin Luther King, u ham Tolstoyni o'qigan, Gandini o'rgangan. Tosh otishdi unga. Uyini portlatib yuborishdi. Oxirida o'ldirishdi. Bugun kim eslanadi? Tosh otganmi yoki toshlarga qaramay yurishda davom etganmi? Bugun kimni eslaydi tarix, insonlar? Endi kundalik hayotimizga qaytadigan bo'lsak, kundalik hayotimizda bizga qilingan yomonliklar yoki yomonliklarga qarshi qiladiganimiz reaksiyamiz, bu bizni bir tanlovimizdir. Biz ko'pincha zo'ravonlikni tanlaymiz. Chunki faqat uni ko'rdik. Chunki u juda oson qoniqish hissi beradi. Chunki biz haqlimiz. Javob qilish haqqi biz bor. U haqqni ishlatishni istaymiz. Men haqliman. U taraf aytadi, men haqliman. Hammani o'zini haq deb bilgani uchun suyangani bir haqiqati bor. Hamma o'zini haq deb o'ylab harakat qilgani uchun dunyoni ahvoliga qarang bugun. Vayron qilingan dunyo bor. Insonning qadrini, ahvolini qarang. Minglab bola urush qurollari ishlamay qolgan. Mardlik qurollari degan qurollar yo'q, qoidalar yo'q. Mana shuni hammasini men haqman deganlar qildi. Hech kim balki nohaqdirmiz, balki to'xtashimiz kerakdir demagani uchun dunyo bugun shunday. Biri eng yuksak texnologiyada kelib, eng nochor kapalarda yashayotgan, chodirlarda yashayotganlarning ustiga dunyoning eng dahshatli bombalarini tashab, hali tili chiqmagan norasidalarni o'ldirishga jur'at qilayotgan bo'lsa, u men haqliman degani uchun qilyapti buni. Hamma men haqliman degani uchun dunyoni vayron qilyapti. Mana hozir ham hammamiz ichimizda bitta o'zingizga bir savol bering. Men kimdan xafaman? Kim sizga nohaqlik qildi? Psixologlar aytadi-yu, o'sha sizga adolatsizlik qilgan, yomonlik qilgan o'sha insonni o'ylaganingizda ichingizda bir olov yonadi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bu olov kimni kuydiryapti? Uni kuydiryaptimi? Uni xabari bormi bundan? Yo seni kuydiryaptimi deydi. Safillar, xo'rlanganlar asarini o'qigansiz. O'g'irlangan kumushlarni politsiyaga men sovg'a qilgandim deb nima qiladi? Yolg'on gapiradi. Keyin aytadi, bularni ol va yaxshi inson bo'lgin. Bir yolg'onga diqqat qilmasdan, uni bilishini bilib, jazolashga qurbi yetib, jazolantirishga qurbi yetib, vayron qilib tashlashi mumkinligini bilgani holda bularni olgin. Yaxshi inson bo'lgin. Va ana o'sha on, o'sha birgina lahza o'g'rini farishtaga, avliyoga aylantirib qo'yadi. Zo'ravonlik qilganda uni o'zgartirarmidi? Qamoqqa olib borib tiqsa o'zgararmidi? Qamoqqa tashlanganlarning qanchasi o'zgaryapti?
Ammo marhamat, birgina marhamat o'zgartiradi. Buni aslida hammamiz bilamiz. Ha, aytishingiz mumkin, bu juda idealistik eshitilyapti quloqqa. Ya'ni juda haqiqiy dunyoda ishlar bunaqa bo'lmaydi, jo'ra deyishingiz ham mumkin, balki. Ammo unutmaslik kerak, bu haqiqiy dunyo deganimizni biz yaratdik. Bu chegaralarni biz qo'ydik. Bizni tanlovlarimiz natijalari bu. Har bir intiqom olganda bitta g'isht qo'ydik. Har nafratlanganimizda bitta g'isht qo'ydik. Birini niqtaganda bir g'isht qo'ydik, birini vayron qilganda bir g'isht qo'ydik, zo'ravonlik qilganimizda bir g'isht qo'ydik. Endi bir devor paydo bo'ldi va u devorga qarab nima deyapmiz? Dunyo nimaga bunaqa deyapmiz? Bu bir mulohazalar uchun. O'zgarish ichkaridan boshlanadi deymiz-ku, har bir insonning ichidan boshlanadi. Bu hozir aytilganlar ana shu bir mulohaza qilib fikrlashimiz uchun bir sabab bo'lsa, bu narsalar haqida ham bir o'ylasak, katta bir narsalar bo'lishi shart emas. Shunchaki bu nuqtadan ham bir dunyoga qarab ko'rsak degan umid bilan bu suhbatni qildik. Inshaalloh foydali bo'lgandir. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iymon Abdukarim Mirzayev bilan hamkorlikda taqdim etdim.